Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Bugun adashmasam nechinchi darsimiz? 2-darsimiz shekilli. O'tgan dars 6-dars Tiger haqida edi. Xo'p, bugun ob'yom tushunchasini sizlarga batafsil tushuntirishga harakat qilaman. Ya'ni asosini. Qaranglar, bizni misol uchun terminal ishlatganimizda Tiger bo'lsin, Atlas bo'lsin, shunga o'xshash terminallar ikkita narsani ko'ramiz. Bu DOM levelsda, ya'ni order bookdagi limit zaявkalar va bozorga kirayotgan haqiqiy ob'yom, ya'ni real market orderlar. Xo'p, mana shu narsani ikki qismga bo'lib sizlarga tushuntirishga harakat qilaman va ikkalasining vazifasini tushunib olishlik kerak. Xo'p, kelinglar, ob'yomni ikki qismga bo'lamiz. Birinchi qismi bu market orderlar. Ikkinchisi limit orderlar. Xo'p, mana shu ikkita narsa likvidlik deyiladi, ya'ni likvidlikni hosil qiladi. Endi qaranglar. Shu joyda likvidlik nima degan savolga ham javob berishga harakat qilaman. Xo'p, limit orderlarga faqat ikki turdagi limitlar kiradi. Misol uchun sell limit va buy limit. Xo'p, market orderlarga nimalar kiradi deydigan bo'lsak, buy, sell, stop, buy, stop, sell limit, stop, buy limit, stop, stop loss va take profit. Mana shu orderlarning hammasi market order hisoblanadi. Market. Nimaga market? Mana shu narsani birinchi tushunib olishlik kerak. Misol uchun, market order deyilishdan maqsad bu orderlar ya'ni real vaqtda bajariladi. Misol uchun, biz agar buy qiladigan bo'lsak, sirazi bozorga buy orderimiz joylashadi. Sell qiladigan bo'lsak, sell orderimiz joylashadi. Sell stop qiladigan bo'lsak ham ayni o'sha sell stopga urilganda sellga aylanadi, ya'ni order. Buy stop ham xuddi shunaqa, sell limit stop ham, buy limit stop ham xuddi shunaqa ishlaydi. Endi stop loss va take profitda ko'pchilikda noto'g'ri tushunchalar bor. Misol uchun, bozor stop yig'adi deganga o'xshash. Aslida mana shu stop loss masalasini sizlarga tushuntirib ketaman. Aslida siz stop loss va take profitlar bular market orderlarga aylanadi. Misol uchun qarang, buni qanaqa tasavvur qilishimiz mumkin? Boshqa paraga olib tushuntiraman. Допустим, siz mana bu joydan buy qildingiz. Aytaylik, mana bu joydan buy qildingiz va mana shu holatda buy qildingiz. Aytaylik, mana shu holatda buy qildingiz. Endi narx kirish nuqtangiz aytaylik 11634, stop loss nuqtangiz, xo'p, stop loss nuqtangiz 11624 va siz mana bu joydan допустим bir lot buy bilan kirgansiz. Xo'p, endi qarang. Bozor agar stop lossingizni ursa nima bo'ladi? Siz покупательsiz. Mana bu joydan buy qildingiz. Narx agar kelib mana shu joyda narx uriladigan bo'lsa, sizning stop lossingiz sell market orderga aylanadi. Nimaga? Chunki mana bu joyda bir lot siz покупкаga qildingiz va riskingiz aytaylik $200 bo'ldi. Yani taxminan aytayapman. $200 bo'ldi. Stop lossga urilganda narx, stop lossingizga urilganda narx, siz aslida mana bu joydan покупка qilganligingiz uchun $200 siz Bitcoinni sotishga majbur bo'ldingiz. Ya'ni mana bu joydan покупка qilganingizdan keyin stop lossingiz sotishga aylanib ketib qoladi. Siz yoki buni
Tushunolmayotgan bo'lsangiz shunaqa tushuntiraman. Misol uchun iPhone'ni siz $1200 ga oldingizda 1500 sotmoqchi edingiz, lekin narx tushib ketyapti. Siz $1000 ga sotib yubordingiz. Ya'ni siz stop lossni ayni $1000 ga qo'ygan edingiz, bu selga aylanib ketadi va bozor ham ayni mana shu stop lossingizga narx urilganda kimdir market sell qilishligi kerak. Misol uchun narx mana bu joyga urilganda, допустим, keling, sizning stop lossingizni mana shu market bu limitni order turibdi, lekin tasavvur qiling, sizning stop lossingiz mana shu joyda. Narx keldi, mana shu joyga kelganda kimdir market buy qilishligi kerak. Sizni bozordan chiqarishlik uchun market buy qilishlik kerak. Va siz bozordan kirgan buy joyingizdan stop lossingiz olinganda siz zararda chiqib ketib qolasiz. Ya'ni sizni pulingiz, ya'ni sizni qilgan savdoyingiz zararda yopiladi. Stop lossingiz ayni market orderga aylanadi. Take profit ham xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa. Va umuman bozorda stop loss yig'adi degan narsani o'zi yo'q. Agar siz misol uchun Bitcoin'da Bybit'ingiz bo'lsa, sotuvchilar ko'p bo'ladigan bo'lsa, siz xaridorsiz ular uchun. Mana bu joyda siz xaridorsiz. Mana bu joyda $200 Bitcoin'ni siz riskka qo'ygansiz. Agar sotuvchilar ko'p bo'ladigan bo'lsa, siz ular uchun xaridorsiz. Sizni stop lossingizga ular Bitcoin sotadi. Agar stop loss qo'ymasangiz, sizni balansingiz o'zi stop lossga aylanadi. Ya'ni bozorda taklif ko'p bo'lganligi uchun siz qachon balansingiz nolga tushguncha ular sizga sotib yuradi. Qaysi joydan sotib olaman deb buyruq bergan bo'lsangiz bozorga, o'sha narxdan sizga sotaveradi balansingiz tugaguncha. Mana shu narsani tushunishlik kerak. Bozorda hech qanaqa kimnidir stop lossini bozor urmaydi. Bozorda balans degan narsa shakllanadi. Xo'p, endi demak, orderlarimiz bo'yicha mana shu orderlarning hammasi market orderga kiradi. Va endi limit orderlar haqida biroz tushuncha berishga harakat qilaman. Xo'p, limit orderlar nima? Limit orderlar bular buyruq hisoblanadi, ya'ni potensial likvidlik deyiladi. Ya'ni likvidlik ikki xil bo'ladi. Real likvidlik va potensial likvidlik. Mana bu hammasi real likvidlik. Mana bu esa potensial likvidlik. Ya'ni misol uchun endi terminalga qaraydigan bo'lsak, oltinda mana bu narxda 103 ta, ya'ni krupnilarini aytyapman. Mana bu narxda 3918 narxida 103 da sell limit zaявкасы turibdi. Ya'ni aytaylik, mana bu narxda 100 ta sell limit turibdi. Endi bu potensial likvidlik deyiladi. Ya'ni bu haqiqiymi, haqiqiy emasmi biz oldindan bila olmaymiz. Faqatgina narx boshidagina bilamiz. Yoki uzoq vaqt tursa ham haqiqiy bo'lish ehtimoli yuqori bo'ladi. Va ba'zan spoofing degan narsa bo'ladi, ya'ni soxta likvidlik. Bu joyda likvidlik turadi. Mana bunga o'xshash likvidlik turadi, lekin narx borganida yo'qolib qoladi. Ya'ni bozorga u market buy bo'lib kirmaydi. Market buy. Mana buni sell deb o'ylamanglar. Mana ko'pchilik ob'yom tushunmasligining asosiy sababi shu. Даже shu ob'yomni dan dars berayotganlar ham shu narsani bilmaydi. Mana buni sizlar sell deb tushunmanglar. Bular taklif, sell limit. Ya'ni bu joyga narx urilganida bozorda buy amalga oshadi. Nimaga bu kontraktni bozor sotib olishlik uchun bu taklif, ya'ni bu olma sotmoqchi. Bu qachon ya'ni bozorga kiradi, покупатель uni market buy qilganida, ya'ni narx borib urilganda bizda mana footprintimizda buy bitim qo'shiladi. Xo'p, mana shuni ehtimolidan bu potensial likvidlik deyiladi. Endi biz основной qarang, mana shu joyda ham o'zi savolda bizda javobimiz bor. Bozorda asosiy narsa market orderlar hisoblanadi. Nimaga? Market orderlar bular bozorni harakatlantiradi. Qanday harakatlantiradi? Tasavvur qiling, mana bozor har doim
potensial likvidlik yaratadi. Misol uchun mana bu zonalarda buy limitlar ham bor. Mana bu joy splashnoy buy limit. Narxning tepasida ham sell limitlar bor. Bular ask va bid deyiladi, ya'ni taklif va talab. Lekin bular potensial, ya'ni ehtimoliy qo'yilgan yoki hozir tillarda sell bitaman bor edi. Shuni yopib qo'ying. Mana shu joyda maqtab qo'yayman, reklama qilib. Ko'rinadimi? Maqsa ko'rinadi. Mana. Mana yoki grafikda qarasanglar. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Buni hozir Telegramdan analizini ham bergan edim. E'tibor bersanglar. Mana bu joyda sell kirib, undan keyin bayga harakat qilamiz. Xo'p. Buni yopib boramiz. Biz zaplatamiz bu. Xo'p. Endi qaranglar. Asosiy narsa ya'ni biz o'rganishimiz kerak bo'ladigan narsa bu market order hisoblanadi ko'proq. Ekran sal oqarib qoldimi? Market order hisoblanadi. Qaranglar. Nimaga market order? Chunki limitni zayavkalar, ya'ni domdagi mana bu ob'yomlar, bular potensial, bular haqiqiy bo'lishligi ham mumkin, spoofing bo'lishligi ham mumkin. Va bularning narxni qaytarishlik qobiliyati doim ham ishlamaydi. Ya'ni misol uchun bozor mana shu likvid zonalarga narx keladigan bo'lsa, narx qaytishligi ham mumkin, proboy qilib ketishligi ham mumkin. O'shaning uchun limitni zayavkalardan men lichna o'zim ishlash usulim bu joylarga narxning borishligini prognoz qilaman. Borishligini hech qachon bu zonalardan narx qaytadi degan prognoz qilmayman. Asosiy biz ishlashimiz kerak bo'ladigan narsa bu footprint hisoblanadi. Footprint. Men adashmasam, ob'yomli analiz haqida gapirganimdan beri faqat footprintni o'rganish kerakligini tushuntiraman. Bo'lmaydi u bookmap'laring. Bu faqat limitni zayavkalarni ko'rsatadi, lekin bozorni harakatlantiradigan footprint. Ya'ni footprintni, mana shu footprintni ayni hozirgi tushuntirgan mana bu zayavkalar, haqiqiy real orderlar bozorda ishlaydi. Endi qarang, limit zayavkalar bilan market zayavkalarini vazifasini tushuntirmoqchi edim. Допустим, mana bu joyda sell limit bor. Sell limit 100 ta kontrakt misol uchun. Keling, mana bu joyda допустим buy limit bor. Bu o'sha xo'p, ya'ni order book bo'yicha, ya'ni DOM levels bo'yicha hozirgi holat misol uchun. Xo'p, narx qachon yoki buy limit zonaga, ya'ni potensial buy liquid zonaga yoki sell limit zonaga boradi. Yoki bu narsalar heatmapda, ya'ni order bookda devor deyiladi, har xil o'zining nomlari bor. O'sha palasalar, mana shu narsalar qachon bu narx buni yoki bajaradi yoki buni bajaradi. Ya'ni o'zi asli mana bu market orderlar bajaruvchi hisoblanadi. Boya ko'rsatgan orderlar bajaruvchi. Yoki pastdagi likvidlarni bajaradi yoki tepadagi likvidlarni bajaradi. Bular potensial likvid, mana bu haqiqiy likvid. Endi qaranglar. Narx buy limitga yoki sell limit zonalarga, ya'ni bular krupniroq taklif va talab. Krupniroq taklif va talab zonalarga borishligi faqat footprint orqali tushunish mumkin. Faqatgina footprint orqali tushunish mumkin. Va mana shu footprintdagina bizning, ya'ni market ishtirokchilari o'zidan iz qoldiradi. Market ishtirokchilari o'zidan iz qoldiradi. Abdulaziz hozir video yozyapti. Xo'p, faqatgina mana shu footprintdagina iz qoldiriladi. Ya'ni qaysi zonalarda ko'proq protargovka bo'lib, qaysi taraf o'zining ustunligini ko'rsatganligidan biz
keyingi bozorning keyingi boradigan targetlari qaysi o'sha domdagi qaysi zonalar ekanligini bilish mumkin. Misol uchun shu joyda misol ham keltiraman. Ayni mana shu joyda nima hosil bo'lgan? Oltin bo'yicha korreksiyadan bay ishlashlik ehtimolini ko'rsatganman. Xo'p, nimaga unaqa deganinglarda mana bizga krupniroq taklif berilayotgan zona mana bu joy, lekin bizda struktura bo'yicha har bir maksimumning tepasida ham sell limitlar joylashgan bo'ladi. Ya'ni mana bu zona ham sell limit zona hisoblanadi. Xo'p, umuman shu joyda market struktura qanday hosil bo'lishini ham ko'rish mumkin. Aytaylik, mana bu sell limit zona, mana bu sell limit zona bo'ladigan bo'lsa, narx bir qismini bozordagi sell limitlarning bir qismini olgandan keyin taklif ko'payib, talab kamaygan hisoblanadi va market покупательlar tarafiga bozor korreksiya qiladi va bu joydan yana market buy qilinadigan bo'lsa, keyingi sell limit zonaga chiqadi va mana shuning evaziga ham struktura hosil bo'ladi. Bu asosiy tushunishimiz kerak bo'lgan narsa hisoblanadi. Va umuman bozordagi likvidlik tushunchasi mana shundan iborat. Hech qanaqa bu yerda stop loss, hech qanaqadir take profitlar bozorda umuman ko'rinmaydi. Chunki sizni boya tushuntirganimdek, qo'ygan stop lossingiz yoki take profitingiz market zaifkalariga aylanib ketib qoladi. Bu o'sha konsepsiyalarda o'ylab topilgan, ya'ni nazariyalardan boshqa narsa emas. Har doim mana shu holatga ko'ra bozor harakat qiladi va hozir o'sha balans haqida ham qisqacha tushuncha berib ketaman. Ya'ni bozorda misol uchun bitta maksimum yangilanadigan bo'lsa, sizlar mana shu joyda tasavvur qilinglar, taklif zonasi hisoblanadi. Taklif beruvchilar bor. Chunki narxga qarasangiz har doim tepada ham taklif beruvchilar, pastda ham talabgorlar bo'ladi. Narx bir qismining olgandan keyin har bitta sell limitlar bu bozorga pul kirishligini bildiradi. Chunki bu sell limitlarni bozor olishligi uchun market buy qilish kerak yoki qisqacha qilib tushuntiradigan bo'lsam, mana bu zayavkani bozor olib tashlashligi uchun, mana bu zayavkani 113 ta zayavkani olib tashlashligi uchun siz imенно mana shu 113 ni 3918 dollarga ko'paytirasiz. Hozir mana kalkulyator 103 sell limitni olishlik uchun bozor tarafidan 3800 narxidan покупка qilinishi kerak va bu 402 dollar degani. Mana shu joyda kimdir 402 dollarga sell limit zayavkani oladigan bo'lsa, ayni mana shu likvidlik bozorda bajarilgan hisoblanadi. Endi tasavvur qiling, market strukturani hosil bo'lishligini logikasini tushuntiraman sizga. Mana shu joyda umumiy aytaylik, umumiy 1,5 mingta kontrakt qo'yilgan bo'lsa, bu taxminan 3905 narxlaridan. U sredniy hisoblayman. Mana shu sredniy hisoblayman. Va bu narsa qancha pul kerak bo'lishligini ko'rsa bo'ladi. Ya'ni 1,5 ming kontraktni olish uchun 3905, ya'ni 5 million dollarlik market покупатель kerak va narx 5 million dollar savdo bo'lganidan keyin avtomatik bozorda nima bo'ladi? Sпрос kamayadi. Chunki 5 million dollarlik покупательlar o'zini savdosini qildi. Narx endi taklif beruvchilar balansi kuchayganligi sababli narx korreksiya berishni boshlaydi. Yana o'sha ya'ni avvalgi market покупательlarning zonalariga yana qaytadigan bo'lsa, yana ob'yom qo'shilishligi mumkin va keyingi safar ayni tepadagi likvid zonalarga narx harakat qiladi va mana shuning evaziga trend mana shu holatda hosil bo'lib ketaveradi. Endi trendning buzilishligi, razvorot bo'lishligi ayni bir tarafning balansi oshib ketishligi evaziga bo'ladi. Misol uchun trend o'sha big moment darsida tushuntirganman. Допустим, mana shu holatda narx borib, mana shu holatda razvorot bo'lishligi. Bu joyda e'tibor beringlar, ayni strukturaning sinishligi bir ma'noda market покупательlarning zaiflashligidan bo'ladi. Chunki har safar trend
shakllanayotganda market покупательlar narxning tushib ketishligini himoya qilib ko'tarayotgan bo'ladi. Va shuning evaziga trend singanidan keyin yoki struktura singanidan keyin bir tarafda balans, endi market продавецlar pozitsiya himoya qilib boradi va buning yana buzilishligi yana balansning bir tarafda oshganligini bildiradi. Mana shu holatda bozorni tushunish kerak. Ya'ni orderlarning vazifalari ayni market orderlar va limit orderlardan iborat. Umuman ob'yomni o'rganuvchilar uchun asosiy logika mana shuni qo'llash kerak va bozor ishtirokchilarining harakatini o'qishlik uchun footprintni yaxshilab o'rganishlik kerak. Bugungi darsimiz shu. Kimda qanaqa savollar bo'lsa, yozib qoldirsanglar kommentariyalarda javob berib o'tishga harakat qilaman.